Yana 1 milliy setka savoli. Savolni men ekranga chiqarib qo'yaman, o'qib olasizlar. E'tibor beramiz. 5 ta mashinada turli xil miqdorda qovun yoki tarvuzlar ortilgan. Birinchi mashinada 300, ikkinchi mashinada 315, uchinchi mashinada 330, to'rtinchi mashinada 345, beshinchi mashinada 390 ta yo qovun yo tarvuz bor. Demak, shunday qonuniyat ishlash kerak. Bu yerda bitta mashina sotiladi, qolgan mashinalarda, qolgan 4 ta mashinaning qovun va tarvuzlar yig'indisi topilganda qovunlar tarvuzlardan 3 marta ko'p bo'lar ekan. Demak, tarvuzlarni x deb belgilab oldik, qovunlar 3 marta ko'p bo'lganligi uchun 3x. Qaysidir bir mashina sotilib ketishi kerak. Bundagi qovun yo tarvuz ekanligi bizga muhim emas. Qaysi biri sotiladi? Demak, bu yerda 5 ta mashina bor. Qaysi birinidir chiqarib tashlasak, qolganlarining yig'indisi 4 ga karrali bo'lishi kerak. Sababi tarvuzga qovunni qo'shsak 4x bo'ladi, 4 ga karrali bo'lishi kerak. Wow, 4x bo'lishi kerak. Demak, tarvuz x, qovun 3x, 4x bo'ladi albatta. Demak, qaysi mashinadagi mahsulot sotilgan bo'ladi? E'tibor bering. Misol uchun 5-mashina 390 ta tarvuz yo qovun sotilib ketgan bo'lsa, qolgani 4 ga karralimi? Yo'q. Qolgan yig'indisini topsak 4 ga karrali emas. Bu yerda bitta holat, birinchi mashina sotilib ketsa, qolgani 4 ga karrali bo'ladi. Demak, birinchi mashina sotildi deymiz va qolgan mashinadagi mahsulotlar yig'indisini 4x ga tenglab qo'yamiz. 315, 330, 345, 390 ning yig'indisi. Adashmasam 1380 bo'ladi. 1380. 4x teng 1380 ga bo'lsa, 1380 ni x ga bo'lib yuboramiz. 345 chiqar ekan. Demak, 345 ta bu tarvuz. Bizdan qolgan qovunlar so'ralyapti. 345 ni 3 ga ko'paytirib qo'yamiz. Necha bo'ladi? 1035. Demak, qolgan mashinalardagi qovunlar 1035 tani tashkil qilar ekan. Stop.